10 gradus Celsiusda 38 sekundda tugaydigan reaksiya temperatura -10 gradusgacha o'zgartirilganda necha sekundda tugaydi? Berilishini yozib olinadi. Demak, bu yerda mana boshlang'ich temperatura 10 gradus Celsius bo'lgan, keyin u -10 gradus Celsiusga o'zgartirilgan. Ya'ni bu yerda temperatura pasayyapti. 10 gradusdan -10 gradusgacha pasaytirilyapti. Temperatura pasaysa, tezlik ham pasayadi va shunga mos ravishda vaqt ko'payadi. Masalan, tezlik mashina ketyapti, tezligini pasaytirsa, sekinroq yuradi, tezligini pasaytirgandan keyin va manziliga kechroq yetib boradi. Ya'ni manziliga yetib boradigan vaqt uzayadi, ko'proq bo'ladi. Tezlik pasaysa, vaqt ko'payadi. Yoki teskarisi, mashina ketayotgan manziligacha tezligini oshirsa, tezligi ko'paysa, manziliga tezroq yetib oladi. Ya'ni manziliga yetib oladigan vaqt kamayadi. Kamroq vaqt ichida yetib oladi. Demak, tezlik qancha oshsa, vaqt shuncha kamayar ekan. Yoki teskarisi, tezlik qancha kamaysa, vaqt shuncha ko'payar ekan. Reaksiyalarda ham xuddi shunaqa. Reaksiya tezligi ko'paysa, reaksiya tez tugab qoladi. Ya'ni reaksiya tugashigacha ketadigan vaqt kamayib qoladi. Reaksiya tezligi past bo'lsa, pasaysa, demak, reaksiya tugashi sekinlashadi. Ya'ni reaksiya ketadigan vaqt, reaksiya tugashiga ketadigan vaqt uzayar ekan, ko'proq bo'lib qoladi. Va demak, bular teskari proporsional ekan. Va bu yerda yana temperatura koeffitsiyenti ham berilgan. Demak, temperatura koeffitsiyentiga bog'liq formulada ishlanadi. Temperatura koeffitsiyenti 2. Delta T topiladi. 10 gradusdan -10 gradusgacha o'tgan bo'lsa, o'zgargan temperatura deyiladi. 10 dan 0 gacha 10 ta, 0 dan -10 gacha yana 10 ta. Demak, 20. Yoki 10 dan -10 ni ayirib ham topiladi. 20 gradus Celsius bo'lar ekan, ga kamaygan. 20 gradus Celsius ga kamaygan. 20 ni 10 ga bo'lamiz, 2 bo'ladi. 2 ni 2 darajasi 4 bo'ladi. Temperatura kamayyapti. Demak, tezlik ham kamayadi. Tezlik, o'zgargan tezlik ham kamayadi demak. Tezlik kamaysa, vaqt uzayadi. Bu yerda vaqt so'rayapti, demak, vaqt uzayar ekan, tezlik kamaysa. 32 sekund edi, 4 marta ko'p vaqt sarflanadi tezlik kamaygan uchun. Demak, 4 ga ko'paytiriladi. 128 sekund. 128 sekund to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javob A varianti.